Assalomu alaykum, hurmatli Dimet tizimining foydalanuvchilari. Bugun qo'lda kiritish jurnallarini qanday to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Tizimda faqat quyidagi rollarga ega foydalanuvchilar jurnallarni to'ldirishlari mumkin. Direktor, shifokor, menejer. Hujjatlar bo'limini oching. Jurnallar uchun ma'lumotlarni kiritish tugmasini bosing. Jurnalni tanlash oynasi ochiladi. Ro'yxatdan kerakli jurnalni tanlang va o'tish tugmasini bosing. Keling, misol sifatida bir nechta jurnallardan foydalangan holda jurnalni to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Masalan, 034-sonli laboratoriya tahlil jurnalini tanlaymiz. Har bir jurnalda majburiy maydonlar mavjud, qizil yulduzcha bilan belgilangan. Bizning misolimizda faqat bitta maydon talab qilinadi. Bemor to'liq ismini yoki bemorning medIDsini kiriting. Qolgan maydonlar kerak bo'lsa to'ldiriladi. Kerakli ma'lumotlarni kiritgandan so'ng saqlash tugmasini bosing. Ochilgan oynada harakatni tasdiqlang. Saqlangandan so'ng yozuvni tahrirlash imkonsiz bo'ladi. Shuning uchun ma'lumotlarni diqqat bilan kiriting. Keling, ikkinchi misolni ko'rib chiqamiz. 020-sonli EKG tekshiruvini qayd qilish jurnalini to'ldiramiz. 020 sonli jurnalni tanlagandan so'ng kerakli maydonlarni to'ldiring. Ushbu jurnal uchun bu maydonlar: sana, bemor, to'liq ismi yoki tibbiy karta raqami bo'yicha qidiring. Statsionar bemorning kasallik tarixi raqami, bo'lim, palata, tadqiqot protokoli va xulosa, tadqiqotni o'tkazgan shaxs. Qolgan maydonlar kerak bo'lsa to'ldiriladi. Barcha ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng saqlash tugmasini bosing. Ochilgan oynada amalni tasdiqlang. Saqlagandan so'ng yozuvni tahrirlash imkonsiz bo'ladi. Shuning uchun ma'lumotlarni diqqat bilan kiriting. Yozuv saqlangandan so'ng ikkita variant mavjud. Jurnalga yangi yozuv qo'shish. Buning uchun yozuv qo'shish tugmasini bosing va tizim yangi shaklni ochadi. Yoki saqlangan jurnallarni ko'rish. Jurnallarga o'tish tugmasini bosing va bi.dimet.uz yangi sahifasi ochiladi. E'tibor bering, qo'lda kiritish jurnallari uchun bi.dimet.uzdagi ma'lumotlar jurnaliga yangi yozuv qo'shilgandan keyin 3-5 daqiqa ichida yangilanadi. Agar jurnalga yozuv kiritish vaqtida shifokor yoki direktorning BI akkaunti ochiq bo'lsa, jurnaldagi ma'lumotlar yangilanishi uchun quyidagilar zarur. Jurnalga kiritilgandan 3-5 daqiqa o'tgach, yuqori o'ng burchakdagi 3 ta nuqta ustiga bosing va boshqaruv panelini yangilashni tanlang. Agar jurnalga yangi yozuv kiritilgan vaqtda BI ochilmagan bo'lsa, yangi yozuv kiritilgandan keyin 3-5 daqiqadan so'ng BI'da kerakli jurnalni ochishingiz kerak bo'ladi va bu yozuv u yerda ko'rsatiladi. Tabriklaymiz! Qo'lda kiritish jurnallariga yozuvlarni qanday kiritishni muvaffaqiyatli ko'rib chiqdingiz. Asta-sekin barcha qo'lda kiritilgan jurnallar avtomatik ravishda yaratilgan jurnallarga aylantiriladi. Buni keyingi tizim yangilanishlarida kuting. E'tiboringiz uchun rahmat!